Beşiğimizi davamlaştırıyoruz hürmetli vatandaşlarım. Yukarı haberinin ki devamı. Derhal iti itip kaptım ben keçirinle. Maqalada mundaq görüştüldü. Amerika-Cungo münasebeti muqim bolmagan ahval aslida. Çavuşandan nemi iş qilishi özünün ixtiyarı da bolmaydı. Agar Amerika Çavuşandan siyasi hakimiyetini özgertmeydiganligiga Çavuşanni işendirelise, belki Çavuşanga ma'lum ma'noda manfaat yetkazalisa, gerçi Çavuşan yadro qurallardan voz kechmagan taqdirdami, lekin Amerika Qo'shma Shtatlari bilan derhal yarışa alaydı. Xuddi 20. asrning 70-yillarda Jungo Kompartiyasi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan diplomatik munosabat o'rnatib, sobiq Sovetlarga taqobil turgandek Çavuşan Amerikaning bir askariga aylandi. Amaliyotda 2 kundan beri mushundaq ko'z qarashlar Shangangda, yana boshqa matbuotlarda va hatto ba'zi chet el matbuotlarining obzorlarida ko'rilishga boshladi. BBC navbatda xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Çavuşan bilan Amerika uchrashishga boshlaganda Jungoning o'ynaydigan roli intayin chaktik bo'ladi. Tadqiqotchi Zhang Bohui mundaq ko'rsatdi. Kelgusida Jungo Kompartiyasi balki Amerika Çavuşan suhbatining mazmunini egallolmasligi, balki chetga chiqib qolishi mumkin. Demak, bu yerdagi suhbat hozir Çavuşan bilan Amerika o'rtasida o'tkazilgan suhbat hozir muqim emas, vaqt 5-oy deyildi. O'tkazilgan suhbat bevositalik ega bo'ladiganlar bo'lsa, Jungo chetga chiqib qoladi. Shangang iqtisod gazeti xabar e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump bilan Çavuşanning rahbari Kim Jong Unning uchrashidiganligi Çavuşan yerimi oralik krizisining oxirlashidiganligini, Prezident Trump bilan Kim Jong Un g'alaba qilg'uchi bo'lib o'tirg'i chiqib, Jungo Kompartiyasi Çavuşan masalasida oldig'imi mangolmaydigan, kaynigimi yanolmaydigan qiyin bir yo'lga kirib qoladiganligini, mag'lub bo'ladiganligini ko'rsatdi. Chet elda mustaqil tadqiqotchi Jing Jinghui mundaq dedi. Jungo Kompartiyasining navbatdagi parishon holati tagi-taktidan aytganda o'zi paydo qilgan ochiq oqibatni o'zi tetib beqish davriga yetib kelganligini ko'rsatib berdi. Jungo uzun yillardan beri Çavuşanning yadro qurollarini taraqqiy qildirishiga yordam bergan edi. Endi Çavuşanning yadro qurollarini taraqqiy qildirish Jungoning sharq shimoliga bevosita yadro tahdidi paydo qilishga boshlaganda Jungo aldirab qoldi, tinib qoldi. Kuzatuvchilar mundaq ko'rsatdi. Navbatda Kim Jong Un Koreya va Amerikaga Zaytun Shahi planlatdi. Wen Zayi ve Prezident Trump Kim Jong Un bilan ko'rishadigan bo'ldi. Bundan burun Kim Jong Un Jungoning alohida elchisi bilan ko'rishni rad qilgan edi. So'ngtao degan bilan ko'rishni rad qilgan edi. Jungo oldiga mangolmaydigan, kaynigim yanolmaydigan parishon holatga tushib qoldi. Eng oxirida o'zining putiga o'zi paltı çapıdığan bo'ldi. Endi bu yerdagi tahdid hozir o'tirda adam yo'q. O'tirda adam yo'q deganimiz hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Çavuşan suhbat o'tkazadigan bo'lsa, uchinchi bir taraf asli qoida bo'yicha hozirgi ahvoldan qaraganda Çavuşanni yulab kelayotgan Jungo bu suhbatga aralashmasa, hech bo'lmasa riyosatchilik qilish degandek. Bu huquqmi berilmadi, bu sifat mi berilmadi? Hozir Çavuşan bilan Amerika Qo'shma Shtatlari bevosita suhbat o'tkazadigan bo'ldi. Jungo hukumati dal mushundaq chog'da parishonlikka tushib qoldi edi.